Bugun sizlarga men narxi arzon bo'lgan, hammani cho'ntagiga to'g'ri keladigan, yaxshi ishlagan robotni ko'rsatib o'taman sizlarga. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'ladi. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bu robotni qaranglar, bu robotni kunlik time frame'ga qo'yaman, ichiga $100 2026-yil boshiga qo'yaman test. Ishlashini bir ko'ringlar. Prosta ko'ringlar ishlashini. Tezlashtiraman. Yozuvlarga ahamiyat bermaysizlar, bu sal palapartishroq bo'lib ketgan. Bunga e'tibor bermaysizlar. Eng muhimi robot sizlarga ishlab berishi. Kam trade qiladi, lekin sifatli trade qiladi. Narxi ham hammaga to'g'ri keladigan narxda. Bunga farqi yo'q. Bir soatlik time frame'da qo'ysangiz ham, kunlik time frame'ga qo'ysangiz ham farqi yo'q, ishlayveradi. Farqi yo'q. birda qo'ysanglar ham farqi yo'q. U ishlayveradi. Bunga farqi yo'q. Bu time frame'da. Mana. Sekin soat $100 hozir $130, $137 ga olib chiqdi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Hamma robotlar, men sizlarga ko'rsatib o'tgan hamma robotlar xavfsiz. Katta risk qilib maqmiydi, balansi xavf ostiga qo'ymaydi, katta risk qilib. Martingale ishlatmaydi, grid ishlatmaydi. Professional strategiya bo'yicha ishlaydi. Hozir 2026-yil boshidan qo'yilgandi. 2026-yil boshidan bayram bo'lgani uchun, bozor yopiq bo'lgani uchun bu dekabrdan boshlab ketdi. Hali test boshlanganiga 1 oy bo'lgani yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi, hali 1 oy bo'lgani yo'q. Testlar nimagadir sekin ishlayapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 100% bo'ldi. 1 oy ichida 100% profit qildi 1 oy ichida. Lekin real bozorda ham 1 oyda 100% daromad qiladi degani emas. Sababi real bozorda sizlar profit qilsa yechib olasizlar. Keyin brokerda komissiyasi bo'ladi. Sizlar komissiya har bitta ochilib bo'lgan order uchun sizlardan komissiya oladi. Pul yechayotganliklarda komissiya oladi. Yana brokerda zadержкасы bo'ladi. Misol uchun robot bir narxdan ochaman desam, 1 sekund, 2 sekund zadержка boshqa joydan ochib ketishi mumkin. Real bozorda. O'shalarda hisobiga bu robot 70-80% testerga o'xshab ishlab beradi. Real bozorda boshqacha bo'ladi. Sababini men sizlarga tushuntirdim mana. Sababi shunaqa. Sababi shu. Real bozorda kichik profit yechib olasizlar, katta profit qo'ymaysiz, katta pulni qo'ymaysizlar buning ichiga. Ikkinchidan brokerda zadержкасы bor. O'shaning uchun 70-80% tester bilan natijasi bir xil bo'lmaydi. Lekin o'shanga yaqin bo'ladi. Real bozorda. O'shani ham aytib qo'yinglar. Bilishinglar shart buni. Bilishinglar shart. Ya'ni bu robot
narxi juda ham arzon. Любой odamga to'g'ri keladi. Bir kunlik o'rtacha narxini hisoblasa, bir kun 2 kunda topiladigan pul mana shu robotni puli. Hammani o'ylagan holda arzon robotlarni ham chiqarganman. Arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Nimagadir testlar ishlayapti bor-ku. Kim biladi nimadan tester sekin ishlayapti. Mana ko'rsalar bo'ladi. 001 lotlar bilan ishlayapti mana. Risk eng asosiysi risk menejmentga qattiq amal qilyapti mana. Qaranglar. 001. Sizlarni pulinglarni himoya qilish uchun yozilgan bu sekin, stabil o'sish sizlarni foydalanuvchilarni nimasini depozitini himoya qilish va sekin o'sishga mo'ljallangan robot. Mana sekin ko'tarilgan, katta tushishlar yo'q, bu yerda xavfli o'qishlar yo'q. $450 bo'ldi mana. Necha oy ichida? 2 oy ichida $100 $450 ga chiqdi. Bu degani 400% degani. 400% bo'ldi. Har oyga 200% dan tushyapti. Lekin real bozorda statistika sal pastroq bo'ladi. 70-80% real bozorga o'xshaydi. Lekin bu robotni narxi sizlarga arzon qilib qo'yganman, skidkada. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Robotni narxi kimga kerak bo'lsa, narxi emas, robotni o'zi kimga kerak bo'lsa, menga promoy qilsanglar, Telegram kanaliga o'tasizlar. Telegram kanaliga o'tgandan keyin Telegram kanalni biosida meni o'zim nimam bor. Meni lichkam bor, bemalol yozsanglar robot haqida ma'lumot beraman, narxlarni sizlarga tashlab beraman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Narxi ham shikolant narx, arzon narx. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Robot bilan ishlashini ko'rasizlar. Normal ishlayapti. 2 oy ichida 500% mana. 2 oy ichida. Mal 3 oy ichida deylik, mana fevralning o'rtasiga kelib qopti. 3 oy ichida 500% profit oldi. Bu degani yaxshi natija degani. Zo'r natija degani. Keyingi videoda mana shu backtestni yakuniy natijasini ko'rsataman. Hozir video juda cho'zilib ketyapti. Barchaga omad. Keyingi videoni tomosha qilsanglar bo'ladi. Buni oxirgi backtestning yakunini sizlarga huzur qilib beraman. Barchaga omad. Kanalda aktiv bo'ling, kommentariy yozing. Meni kuzatishda davom eting. Men bilan birga rivojlaning. Hammaga omad.